Risi suv degan havo bo'lyapti, havo ham isib ketdi. Bilamiz, bugungi kunda kompaniyalar juda ham ko'payib ketgan. Yiqilib tushadigan bo'lsangiz, biror bir kompaniya ustiga tushib ketasizda. Oyoq ostimiz to'la kompaniya. Minglab kompaniyalar bo'lgani bilan har bitta yo'nalish bo'yicha o'zini nomer 1 bor, to'pli kompaniyalar bor. Coral Club kompaniyasi aynan nima bo'yicha nomer 1 ligini bilishdan oldin kelinglar. Kosmetika bo'yicha eng zo'r kompaniyalar bu Mary Kay va Oriflame butun dunyoni egallab kelmoqda. Mo'sha sredstvalar bo'yicha MV butun dunyoni egallab kelmoqda va ozdiruvchi kokteyllar bo'yicha hammamiz bilgan Herbalife bugungi kunda dunyoda birinchi o'rinda turadi. Coral Club kompaniyasi eng toza va sifatli suvlar bo'yicha dunyoda birinchi o'rinni egallaydi. Biz bilamiz, inson tanasini juda ko'p qismi suvdan tashkil topgani uchun biz suvsiz yashashimiz mumkin emas. Biz o'zimizni suvimizni yana ham foydaliroq qilib, minerallar bilan boyitgan holatda ichadigan bo'lsak, biz juda ham ko'p uzoq umr ko'ramiz va yosharamiz. Hatto kosmetologlar ham suvsiz yosharish mumkin emasligini ko'p holatda ta'kidlaydi. Coral Clubning asosiy mahsuloti bu tirik suv hisoblanadi.